Kirdim. Kirdim ha. Kirib chiqayman dedim. Allah kirib turgan. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, muhojiratdagi hammanglarga men To'g'liq Hamiddan o'tliq salom bo'lsin. Men Shvetsiyada yashaydigan To'g'liq Hamid. Muhojirat qarindoshlarimiz asos jihatdan taniydi deyman, cho'ngdan tortib kichikcha. Gapni men birinchisi shu menga o'tganda nurg'un qarindoshlarimizdanki nimasi bilan shu Dilyar Musobay apandininki Xitoyninki qattiq tushishi, yumshoq tushishi deb shuni so'zlagan chog'da shuni biz bilmagan qarindoshlar borki, men shuni bir tushuntirib o'tay. Xitoyning mandaroq tushishi deganimiz Xi Jinping ketadi, o'rniga yaxshiroqdan birini akilish demakchi. Endi yumshoq tushishi degani Tayvandagi shu bizning da'vo beshimizga chiqib olganlar bor, shularni akilib Gongchandani ketkizib o'tish. Qattiqroq tushishidi degani endi shu pochilnish. Bana tünügün bir yerde bir SMS yaptı telefonumga. Bir şivit ayal yazıptı. Sen bilen bir görüşsem buladı dep. Şunun bilen ben telefon vurup ben sen bilen görüşemeyim. Sen kim o? Ben sen desem sen bilen sana berdiğim bir parça xat var, lekin onu ben sana dep beremeyim. Sen bilen özüm görüşüm gerek dedi. Şunun bilen bu ayalga meninki müşünde Türkiye'den müşünde mesela Şvetsiya'dan öldürmüz dep müştak bana tehditler kelgan, sen bilan görüşemeymiz. Meniki hozir bir saqchidan so'rab baqay desam, saqchidan so'rashning hojati yo'q. Sen qanday chapan kiysan, chapaningning rangini deb bergan, sen qo'rqmay, bo'pti shu sentrum mahalladagi sentrumdagi Dorixon aptek bor. Shuni oldiga kel dedi. Keldim. Şu onundan bir gün burun bu narsani Necat Turg'un efendim bilan o'rtoqlashdim. Men bu yerda xat kelibdi ki desam, bu odamning qiziq kelib qo'yadi, bu Necat Turg'un akamizniki. Fikam sening qo'lingdagi qarchamadanning salmoqim xeyli eg'ir, balkim Xitoy shvetslarni setib olib bunday bir ish qilayotgan bo'lishi mumkin. Qanday bo'lsa men billa boraymi dedi. Yo'q, o'zing kel degandan keyin men o'zim boray deb bordim. Berib ko'rishib nima qilib keldim. Bu yerda deyilgan gaplar yana bir narsa endi u ayollar o'zimizning o'tirishga deyishniki hojatim yo'q. Men hech kimga bir javob bergan haqqim yo'q. Endi bo'lgan narsani deb qo'ydim. Mana u xatni donshinni kelgan shu ya'ni qisqa uchurni Necat Turg'akimizga bir ko'st qo'ydim. Bunday kapto degandan keyin shuni olamga tekshirib hamma texmida birisi o'ynayotganmikin deb demankanman. Men yerda Shvetscha maxat shu saqchini ruxsat berilganlar bilan sen bilan ko'rishib birisini ahvolnomasi yetkazdi dedi. Meniga ichimda degan xo'shal, voy bu Ro'sha Abbos sot qo'yganmidi yo Bekram Tursunov sotini qog'ozni qo'lga olamdiganman deb degan sat xo'shal kayfiyat degan. Shuni bilan bormamdim. Borsam o ahvol boshqa. Rast Dilyar Musobay degan kerak bu millatni Xudoyim yaxshi ko'radi ekan. Bu millatni so'yidi ekan.
Ben hem de mışınçılıklam gap qilay. Xayillik qilayotganlaringga qara, uxlab tushing. Xitoy qattiq tushgan chaqda sen Xitoy bilan yashayman degan chaqda haqaysingni vat vergin chiqaraydi. Bütün hammaning listasi vaqt. Bütün davlatlarning istixborotini qo'lda sen Rabiya Qadir sen nima ish qilding, Dolqin Aysa nima ish qilding deshatri. Hammaning listasi bor. Kichik tashkilotdan tortib, cho'ng tashkilot, mulla o'limaring bo'lamsa, vaqt soat kelgan chaqda Uyg'urning da'vosi buzg'unchilik qilaman desang. Mushu Isroiliya Falastinni urushidan keyin Isroiliyadagi cho'ng oyliklar boylarmi Xitoyninki kesib etdi. Bo'ldi, umid yo'q Xitoydan. Ana bu millatni burun bizningki qanchinchi yillarda Yahudlar Sharq Turkistondan kirib, shu xonanlarga o'rilishib qilib, ashalarda yo'qolib ketib qopti. Shu vaqtlarda Yahudninki davlatlar qurilgandan keyin boylari va Xitoy Yaponning qo'lida 8 birlashma armiyasining qo'lida ezilgan millat. O'zlarini ezilgan bo'lgandan keyin esdashlik qilib, bularni yaxshi qilib, bularni biznesdan qilib, savdodan qilib bu darajaga ko'tarib akab qo'ysa, bu ularning o'ylig'indek chiqmadi. Bularga tahdid bo'ldi. Hatta BDT kuchaygan sir Arab mamlakatlarini kayniga elib bularning ko'tini chanab degandek. Biz endi bu cho'nglarning, cho'ng davlatlarning o'rtasidagi bu ishlarga aralashmaymiz. Endi ularda adam o'layotgan bo'lsa, bizdan o'layotadi o'xshash. Biz o'zimizning xalqiga duo qilib, o'zimizning ishini hal qilsak, uningdan keyin bo'ladi. Chunki Turkiya chig'idimi, boshqa O'zbekistonda musulmon, Malayziya, Indoneziyalarni qaysi tarafni tutayotganimizni qarindoshlar o'zinglar bilsanglar bo'ldi. Bu temada mashinachilik so'zlab qo'y. İkincisi, bana şu Behram Tursun bilen to'g'liq ishinglarni tugatsanlarmamda jinim ukam deb cho'nglarning ichilmi chiqga qilganlar bo'ldi. Hatta ma'o Jiraqda Amerikada bir do'sti borki, og'aynisi endi hammamiz taniymiz, ismini deb o'taman. Ashomada Shvetsiyaga o'tmoqchi edim dedi. Bu kalchata yo'q dedim. Sen bu ishinglarni ishini to'g'rilab qo'ysam dedi. Ya bu ishlar qat'iy aralashmasan dedim deyilik. Çünkü bir yerde nimişki bundaq ahvallar desanglar qarindoshlar. Endi bu mushundaq bag'andagi qanday bu 2016-yili bu Chinchuanko kammiga vaqtda Deng Xiaopingning davrida bag'andagilar hadam o'chog'da nimada ishlaydi? Urumchida Yilianju degan bankalarning boshqaradigan bankasida ishlaydi-da. Ajal ishlaydi, uni tuyuqsizlar Gobavni chaqirib, seni ufkan terroristga undan deb. Hatta Turkiya pasporti va debdi, jumi. Turkiya pasporti va deb. Shunday qildi. Keyin anoniki opam bilan telefonlashsammi, balam biz yaxshi xo'sh, ha, o'sha to'sh ishlarga aralashma deblam qo'yib o'tirgan bo'ldi deb. Bu yillardan beri 2009 men o'qishga ketgandan beri bizning oilaga bir tal Vayshkoninki, bir yaninki kirib boqmagan. Mishadimi, Yarmamat Abdukarim degan akamizningki ayoli Hanipadimiz beribdiki, şunun olan kopup nimiga endi meni mushta bilamdiki desam va yo'q fikam so'ramadi dedi. Uningdiki meyada Babir Maqsud degan odamni bilasizlar. Shuningki bir o'g'lininki kelini bor-da. Qo'lchilik adimiz bizning mahallimizning tepida. Biz Naqarchida ular do'malda. Ham shularni keyin anadiki so'radim mushta biz bag'anniki biz mushta bilamdiki bo'lsam yo'q fikam bundan asal meni so'ramadi to'yib qilib qaqrimni biladiki o bu dedi. Ben ondikin bu nemish dedim. Onundan bir qaytimning o'zida mush Behram Tursun bag'andan keyinlar qattiq bo'lib ketdi-da. Uning oldida mush 2009dan hatto 2012da konsullar tashitib biz meni degan deportation qilib ketkizaymiz degan vaqtida xabarlarga bas, bu shun dajuyan shu Amerika Uyg'urniki shunda matbuotda ko'tarilib ketdi. Mishadi men va bir qiz bola. Demek bu berib meni maxsus ashunga qildim. Chaqtida hamda buningki hozirgi jarayonlarni elislarga deb berman. Shuning bilan nima uchun chaqirganligini meni. Uningdan qopib, shuning bilan ammo u qiz tarafninki hamda teshda hamda Xudoyim saqlasin, tesh bo'lsin. U deganlik menga bo'ldi desam da sang bo'lmaydi degan gap emas. Men mana bilan seni, ma cho'shqining kuchuk bilan o'zimni selishtiryapman. Shuning bilan men uni sürüştürdüm bir yerden ko'lagandan keyin shu hammamizningki men kallasi do'tamas qarindoshlar. Biz bilamiz, biz bilan bir yotoq tutgan bolalar bor edi, ishdan bo'lmadi. Qumulliq og'aylarimiz bor edi, ishdan bo'lmadi. Undan keyin men qumulliq berib kelgan og'ayimizdan so'radim. Adash bu bizning mushtam ketdi desam, unimi yan qartamga urib chiqarib etibdi.
Şivisiye kepti desem, adaş hatırlayacağım bu. Menden mi şu sap kumuluklarını soruyordu. O senin tabirin ürümçi, xotan, kaşka kemmidi. Üzan turuşluqnikidan soraydı o dedi. Anadaki mesela yana bir akımız vardı. O akımız bilen yaxşı ötattık. O akımız ürümçi etti. Ürümçi etti. Şunun olan aka mışta iş oldu diye vechat diye kıldım. Aka mışta iş oldu. Çünkü ben o akımız hem de tutunup ketken çağda ben qaragan biz yaxşı ötken, beni yaxşı gördü o akımızçı. Biz yaxşı ötken o akımız olan. Amraq deman hem de. Şunun olan qop aka mışta iş öptü ki sen boldu fıkama üye bir adam da bağalarının tonuş bölüştürü ol ki üye bir ağıylar oldu ki. Şunun olan bir ağaynisidan mışta bizning inimiz mışta bo'lib qapti, u yerda o'ynab yurgan bola edi, adash unda bola emasdi, u nim bo'lgandi degandan keyin u yerdan surishtirib, adash u bolani ashu g'o'ljidan ashadan qattiq bir chiqib etibdi. Bu bolani ishiga hech qanday organ aralashqani bo'lmaydi ekan, buningki alaydilik nam bog'u kompyuter uchun urib qo'yibdi degandan keyin onundan keyin meniki anadaki ben bilmaydim bu azlakdan ketganini, chunki bu ko'chmalaydarsiq material verganchu, chivoq dairmi bir nima dair men tutish buyruq chiqadi deb mishada Shvetsiyadagi Uyg'ur qarindoshlar bor, yosh bolalar bor. Oldimiz 3,5 yilda oldik, keynimiz 4 oldimiz 3,5 oldimiz 2,5 yilda oldik, keynimiz 4 yil, 5 yil, hatta 7 yil olgan qizlar bor. Ashulam shunda tashlagan chog'da bu ashta materiallarni akib, mishay ko'chmalaydarsiq berib, bu hazlak aş maynur xonimlar bilan bizning otimiz namoyishlarni qilib kirib bilishganda hamma narsani ashu Xitoy ashundaq nachar ashundaq narsalarni buningga qilib berib tezdan chiqarib Shvetsiyaning pasportini 4 yilda imtihon olmaydigan nayt ustilik bilan o'ynab ketgan ishada. Shuning bilan bu ashunda bo'ldi. Undan keyin buningga men eslab oldim. Beshida eslamadim. Shuning bilan WeChatga qochildim. Açılap, andan bundan desem, fikrim, üzerine işini bilcimi, bu işlerini mi bildik, bağın da verme, ondak dedi. Keldik, ondan ki 2017'de yerim keç işler kaldı, telefon kıldım. Saat 2'de, içimde bir ot vardı, benim avidekilerin kirk etkenliğin ki. Kısam, tamah çekip oturuptu. O fırlamapsan ko, desem, o çağda ben numara çıkmaydı, Voyup Rider diye numarada buldum. Sen vay şu iş uyqum kelmay fikrim o bu dedi. Shuni bilan qopib, işte ama desem shuni bilan qopib. Dedi, ya bizim filmdagi o'tgan manda da'vat etding dedim. Desem shuni bilan qopib telefon. Ya fikrim seni qirg'ishing azma va undaq deb gapirdi. Undan keyin men yari baqo, yari kam baqo dedi. Ha desem, nimtamoq chekidika dedi. Men nima bilan nimtamoq chekidini desem, menda men shikir deb kelgan bir tavzi maril borilyapti, shuni olib beramsa dedi. O'zing olib bermamsa dedim. Anandan keyin qopib, men turg'un bor, turg'un dedi. Qaysi turg'un desam shuni bilan qopib. Voy, shu turg'un bor, men Maribning kelganda uqmaydi ekanman, Maribdan shu turg'un deb birisning borligini. Sen ya nijat turg'un dedi. Ha, sen oshun tangliyobim kesilib ekan, fikrim do'rini Turkiyadan keldi ekan, bilamsan dedim. Men uqmaydi ekanman dedim. Telefonni qo'yib atdim. Shu kun o'tib, ertasi nijat akaga telefon qildim. Aka, sizdan bir gap so'ray. Sizda shundoq tangliyobim kesilib bormi, shakar kesildi desam, sen nereden bildin fikrim bunu dedi. Aka müşkepni Behram aşağıda Koba'nın ağzından anlattı. Aşağıdaki sakçıların ağzından anlattı. Dedim ana aş nece turgun var. Dikkat kılın cuma sizni qasdimash yo'q joyda hatta doğrular nereden kelganimiz so'radi deb. Men shu kunning o'zida yiqitmay, temetmay necha turgun dedim. Ham tashkilotning raisi bo'lgandan keyin bilib qolsin dedim-da, Turkiyaga borgandan keyin diqqat qilsin dedim. Desem, voy fikrim mening bu kesilimni hatta men qo'ynimda turgan ayolimni bilmaydi. Ama birisi biletdi dedi. Ondan sonra etrafımızga dikkat kılın dedim. Ama şunun diken, maşında de, onu diken kışta bu bir badi. Kışta beri bana diken, yani WeChat'ta aksa, fikrim, kışlak arlaşmacı mı? Pulonlatta işlevatsan ko sen. Bir şey kelsen, nime kılamıyoruz, yolunu kılıp o bu. Ben bağmayayım diyeceğim. Ya baba sen bağımsan ben çokum keyifken bir şey gelip. Aslında bular panohlik deganlar berib eğer gunohini yuvib keladigan xapoma aka oldidikindaymi, keyindikindaymi deb. Uningdan keyin opam dadamni akirib ketdi. Opam dadamni akirib ketgandan keyin adamni Jonfavininki 2 yosh bola chaqirdi qo'ljininki. Chaqirtib 5 yil qanday dedi desanglar. Singlim, bu ota-onangizningki o'qish uchayli. Ama bana fikrimizden bizninki deb Google'da kelib mening uyamning adresini yana bir narsam tep chiqarib qo'ydi ekan bu. Ashni yo'panga qachilab, kopiya qilib, opagan gapchimi qarindoshlar.
Bütün Google'da bas bizden şivsen informasyonlarımız çıktı. Hazır onunla mı kelime? Aşını apağın gap eşeğe kırındaşlar. Kim apırdı? O yıllardan beri çıkmagan neyse. O haberde nime deyilgen dese Dilşat Reşit bispegen haberdi. İşte çivoq dair, işte pariyat kuvveti alanmadır, ketkiziti dep boşun dajoyan, ananki ma Amerikan nimelarninki Amerikalar yardım bergen şu. Dörünü koymay aprep, an a haberning ichida çivoq aralashgan degan bo'lgandan keyin maqaytim uydagilar kesgan chaqda sotning qarornomasi nimba ekan desanglar, qarindoshlar, dadamga nim debdi desanglar, terroristlarni qanot ostiga olganligi uchun sana asli 5 yillik apamni 3 yillik 5 yillik kesib kelganki Qashqardan bir seni yutkab apiribdi. Bir Qashqarga kelgandan keyin bular bek yeni ko'p ketdi deb, o'sha Nurtay Jumlaviyo bir turkum odamlarninkini bizning atalarimizningkiga shu berib o'tgan gapda 20 yil muddasiz berib o'tgan gap. Bo'lmasa asli 3 yil apamga 3 yil, dadamga 5 yil ketdiki. Chiq odamlarningki ashta kelib ketdi. Shuni o'ylab men qopib qaystero anondan keyin hadamni qarindoshlar, men gapni qilay. Mening hadamni aş uydan chiq dadamning bir namirda ag'a uy bor Urumchi tijorat qilmaydi yaxshilayotgan chog'da. Dadangni akirib ketdik, dadangning nomidagi bu deb hadamni uydan qo'g'lab chiqarib etdi harbiylar kelib. Namir deyshad 3 kun yotdi. Uningki akirib ketib konsertda kampida yotdi. Apam dadam hozir yetyotdi. Berib kelgan odam bu. Chaqqan odam bu. Men hisob so'raydigan haqqim bormi yo'qmi qarindoshlar? Menga hisob javob beraman, jamoatning oldiga boramiz. İli 26 türlü cinayetin var ki, ili bir kızlarla ayrılıp ketken, ya ben kahvelen jüremdim, ayrılıp ketemdim. Senin ne işin var ki? Sen mincüncün işlemse? Sen bu Uygurlarla şu muhaciratlıklarının ki toy tökünün jürüdüğün ayrılıp keteninin işini sen başkurduğun adam mı? Sen bana sualık cevap be. Ya seninki uruk evladın şu go, Enver Somki digen akan şu go. Enver Özbek degan kechiringlar, men birisini ismi chiqdi. Enver Özbek degan sening akan shugo. Sening akan shugo ana 20 yil kesilib ketdi degan akangni qo'yib beribdi, qizi quchug'ida baxtli yetibdi, pasportlarni bijirib beribdi, Turkiyaga kelib Taksim maydonidan Norkalan setib olib opirib sotdi ekan. Ya vatanning ichida Turkiya degan gapni deyish shunchalik tasodif ketsa, shuni o'ylan qo'yib men bularning men qilgan to'kmatlarini deb beraymi? Meni nima dedi? 26 türlü cinayetin var ki dedi. Xitoy jasusi dedi. Ondan keyin qop Abdushkur Samsaqlar bir narsalarni debdi. Ko'rishimiz deb meni necha qitim chaqirdi. Ya azlak seni men necha qitim chaqirtgan chaqda oyolim bilan guruldab kelyotgandim. Bo'ldi fikrim men sen tennisda ko'rishaylik degan shuda. Va Bakramning ayoli qarang menga jiq odam deb ketdi. Ma qizlarning atanisi pek yaxshi. Ma qizlarning pek yaxshi qiz bo'ldi. Fikrim jiqishdan bilmay ket tildimisangiz mush qizlarni dedi. Məsuda sizcə qarang aralashmang bu ishni. Siz chunki aralashishingiz to'g'ri, sizningki balangiz bor, tillayotmi, xotining sizni tillamaganning arsi siz kirganki sizni qapoqbash kalva deb tilladim. Siz achchig'ingiz keldi, sizni qiynatdingiz, navirsingizlaringiz, yo'ldoshingiz tillagan achchig'. Siz mening esatimni o'ylab baqdingizmi? Mening ota-onam hozirgacha yetyapti. Sizlar shunda inqilob qildi ekansizlar, Dilrayxonlarni tuqqanlaringlarga. Sizlar shunchalik bo'ldi, shunchalik vatan da'vosi uchun kuydi ekansizlar. Sizlar ajab uydagilarga kirmabdi-ku. Sizlar mana o'sha shug'ulchilikqa. Mening ota-onam tek qodir. Hayotida Turkiya men bilan bir qitim ko'rishma deb kelgan. Sizlarning kelib ketdi Shvetsiya, Norvegiya, Germaniya, Avstriya, Turkiya, Dubay, Polshaga keldi. Her dangliq rahmajimda kurash ko'san endi o't yuraklarning uyiga tushdi. Sana hech nima bo'lmamda. Mening savol so'rash erkinligim yo'qmi? Mening savolim qanotlarga javob bermaganki men tillayman. Sizlar meni sotqa tortinglar. Sotqa. O saqchigacha qaranglar. O tevshik qilsanglar oqmaydi. Bu o yengayat paytisi emas yoki yininshi Guanju emas, Yilijo Guanju emas bu. Guanju emas, sizlarning u narsanglar oqmaydi. O tağılarınla qap ketdi, uya qap ketdi. Bir yer isbotlan bo'ladi. Sizlar o Rabia Qodirning ishiga islamay, tahdid soldi deb yo'qolgan narsani tahdidni o'zingizning eri soldi. Tushundingizmi? Ha. Yo'qolgan narsaga islamay, mening bu savolimni javobni qachomay, menga javob kerak menga. Ha. Ayni vaqtda eringiz shu narsani ib kelgan. Xitoyga qaytanmayman, Xitoyga qaysam meni o'ltiradi, chapadi deb berib, oq yo'ldan borgansizlar-ku. Normal odam
Stockholm, Beijing, Urumchi bermasizlar. Moskvalarda bunda Şivit hükümetini bilmey kalmışsın dep üzаңlarçı akıllıqlı qilib ketgan yeringlar. Eng azam bilan shu vaqtning o'zidagi tashvisakmi chiqadi. Shu chaqning o'zida 7000 so'm pul bilan Beijingdan tranzit Urumchiga tushishdigini bor. Sizlar bir munch pul xashlab, erimninki inkomlari 2 million depsiz. Eringizning inkomi men mismochalik qiziqmayman qaraman, sizga chiroyli yoqib qo'yman. Jiq odamlar, jiq yaxshi degan akalarimiz dadamizninki sizning yaxshi gapingizni qilganligi uchun men sizga chiroyli yoqibman. Siz mana shu aralashmang. Sizning qiynoqingiz bo'lamdi, yo'ldoshingiz bo'lamdi. Qonun araydi buni, tushundingizmi? Siz erimning 13 kitib biz pasportni intervyu. Shvetsiya kim intervyu berib oldi pasportni? Yozgan, yozmanglarmi? Qapanglash ya, köt yazdı, köt ering yazdı shuni. Bizim mesela ağzımga bir gap kelganda, köt ering yazdı Facebook'dan içip. Ya Musa sen şunu yazgamsan sen ait okumagan bir sapasız nima ekansa, bizni-chi dadimiz 9 yillik majbur ma'rifat o'qitib ishkirdi, universitetda 5 yil o'qitgan. Biz o'qigan odam biz kallimizni haqqi berib atmaymiz, zapas berib atmaymiz, ijara ber. Biz bilamiz. Sening o vaqtdagi inkoming 2 million emasdi, sening ering immigration ishlaymi deb yurgan vaqtda tushundingmi? Sen meyaga hozir niye ko'chib kelib taksi şirketini qachoq ochding? Inkoming 2017dagi 2016 inkoming chiqarib bera olamsan? Chiqarib bera olamsan shuni 2 millionni? Kimning paypaq qilishi, kimning ahmoq qilishi? Sen sazoladigan odam bormi bu yerda? Döt chaqlamsa pasportni intervyusiz olgan to'q, kim intervyulik oldi ki pasportni bu yerda? Kim intervyu? Mangın pasportni bunday berdi. Intervyu qilgan odamni bilmadim, Shvetsiyadan alaydan odamlarni intervyu qilaman ekan ya. Ya vicdanını koyup etmişe, vicdanın ne? 7 yıl oldu, vicdanın ne? Sen bir gün kırlıkını yayısılıp dağıya yitip baka. Lağımının göz samay 6 gün yap baka qanday oldu eken sen? Numus qılmaydı, xalqning qo'ngini ko'lab, o'tda qora akkauntlarni ichib hozir kelma bu narsaga tehi. Ya vicdanını qo'yish, ish plasdan oldiri. 8 munofiq cho'shiq kuchga bilmamsan. Bilalacımka bizden Şvetsiya pasportni şu qazon bo'lmasa, kriminal bo'lib qolmasang, normalda iltimos qilsang chiqadi, kel pasportingni akatlaydi, rasm chizsa barmoq bassa bu tugidi aka. Bizda imton degan narsa yo'q. Endi parlamentdan shuni deyishyapti-ku. Ya vicdanını qo'ymamsa, mushu bovoy bilan bo'lmaydi, o'zingning berib kelishing uchun, o'zingninki narsang uchun shularni yotqizdingmi, chaqdingmi? Chaqmadingmi? Sen chaqmasang nima deb bosh Avzal akamning bir kunda bu Asad kamning bir kunda ayolisining inisini akib deb sening o'sha haromdan bo'lgan dadang bilan apang kelib xalqning pasportini akatgandan keyin bir nima bo'lsa tozaligi Shamshi Qamar Maqsudmi, ya'ni bizning nomida hisobot ichilib, ila Avzal kamni tishlaysa, ila Aytursin adashni tishlaysa, chiqar erkak bo'lganiki maydonga o'zing qilma, ko'zlaringni alas-palas qilib jalobdan olsa, bir ko'zing ochqanda, bir ko'zing qasqanda, ya munofiqlikning ketib qolgan ko'z havo jalobdan oldi. Ava Norvegiyaga Saydakram degan tuqning 2014-yil mishakka saqalni qo'yilib, butun Uyg'urning o'sha bolalarni, o'sha qo'lchiliklarni, o'sha ishkirdan chiqqanlarni, uni bunalarni, o'sha vatan deganlarni yo'lga selavatdi. Yo'qmi? Shuning Norvegiya qizlarining to'ylarini qaytib ketdi, hech kim qudim bo'lmabdi unda odam bilan. Menmi shu chiroyi bo'lsa, bilimlik, axloqli bo'lsa hisobimiz ota-onaga qarash kerak. Ota-onaga. Ey, sen tex meninkini xoin, opang dadang ondaqay, mondaqay. Ey, mening opamning qandaqligini, Minavar degan cho'shiq kuchga Kanadadagi Gulshan Abduqodirning uyiga berib, obdan choy ichib, so'rab beqish. Kanadadagi erkin tekas Minavar meni xoin davatqanlaring berib so'rab beqish. Amerikada bir necha dadimiz bor. Abdurrah so'rab beqish mening opam dadamning qanday biladiganini. Gulshan Abduqodir men gap fikam meni siz tillabsiz, lekin men Açığım temide Sadattamning bolasimi, opamiz shunchalik esil yuvosh ayolda, lekin siz qanday bo'ldingiz deb. O bo'lganki siz aralashmang o dedim. Aysha ayol chiqdimi, sizning bo'g'ingiz bizga qaragan fikam, ayni vaqtda shunday yaxshiliklar qilgan. Ajoyib islodamning urug'itingiz siz dedi. Islodamning urug'i o'g'ashqa xoindan qo'rqmay millatning oldiga chiqdik. Meni xato qilding azlaklar dedi. Meni setib olmoqchi bo'ldi deb chiqdik. Yo'q, mening beshimni o'zim boshqarma, sen boshqarmaysan deb chiqdi. Uyg'urni indigenes qilyapting deb chiqdi. Chiqdi. Isilning urug'i qo'g'ashqa. Adadimiz ashu ikki putni ashu tizlab turib ashu
yaxshi bir kunni tanlab, ulug'ay ulug' kunlarda shu toza urib tiket, noch chiqibdiq mana. Sen jalobning vallarni dadanga aroq ichib kirib, suyuq ma'ni bilan lig'ir anangizga Muhammad Kamning lampongsiga tushgan jalobning valları hamma namus qilmay texi. Men mush namus qilmay turmadagi odamga esilsa texi. Ya sen haq odammoya turmadik. Ya turmada yetyapti ya namus qilmay mush odamlarga esilishib mushin tillisa. Texi a merhabana de qag'ab qo'yisdir va. Voy jalab sening qag'iming bir opam bilan dadam jalab bo'lib qoldi. Mening opam bir sango'sha jalab emas, anangizga g'ojidan chiqib yegan peti va otishdan tatib Norvegiyaga kelmoqchi. Qo'ng'amga bir tepadigan bo'lsa, 7 yil onun cho'chiq kuchida anangizga ammangniki. Odamning nervisiga tegibmayadi. Meningki haqqim bor, men farzand tug'gandan keyin men dalbiyib emasman. Men kallam ishlaydi meningki, men ota-onamningki tik turma dedim men. Tik ota-onam uchun tik turma. Dedim-ku, Xitoy konsulxonasini 24 soatdan ichida akirib baqa. Dedim, qila oldimmi? Adam bilan bugun paranglashdim. Qilib baqsin, qilsa bo'ladi. Mana sinab baqsam bo'ladi. Uningki qo'limizga materiallarni chiqarib, malaring nemishga kirmaydi. Men barliq ovozlarni qo'yay. Madilshatning nemishga mundaq, ma'maratga mana mundaq deya xotini berib ketdiki, aning qandaqki. Men ovozlarni qo'yay, biz xalqarалық sot o'ynab baqayli. Xalqarалық sot o'ynab baqayli. Uningdiki nochi bo'ladi ishlar. Qilanmadi-ku. Ershad inimiz Gollandiyadagi Xitoyni andamanda qilib yetma deganti 3 kun akirib so'lab qo'ydi. Gollandiyaning anchansi 3 kun so'roq qildi, unda qilma u bu deb. Meshaning bilmamda anchansi, ko'mamda Xitoyni chekib baqdi, qanday qila oladi ekan deb. Shuning uchun bugun kunlikda men bilan muhim odamlar kelib ko'rishdi. Tushundingmi? Sen zodi nerdan tutib olganda deb. Tushundingmi? Sen haqqa men ko'rishayotgan, men qilayotgan, men kirib chiqayotganim sen haqqa nima deb berim ber meningki. Hisobim bormi meniki beradigan aqaysingga? Kel nochi olsang sotqichi, ut. Hayligimni isbotlab chiq. Mustaqil to'niga o'rnab olgan bo'lsam, ota-onam teshida bo'lsa, ota-onamni ko'rsatib video qilib chiqirib ber. Do'lqin Aysoninkini chiqirib berdi-ku. Eliqi achilarnikini, yana birlarniki. Biz bilamiz-ku Do'lqin Aysoning achilarini kim ko'rsatib berganini. Bizning WhatsAppda bor u narsa. Men ko'rsatib qo'ydim-ku shu xonimga. Hamma narsalarni, butun narsalarni. O'tirg'i tushib, men fikam anda qilaymi bu degan, yo'q, adab siz aralashmang bu dedi. Uning bilan ishimizni chiranaq tugatdik. Qo'saq ko'pligimiz bordi. Chiqarib oldik. O'zimga dedim. Mening ovozim o'zida bordi, o'zining ovozi menda bor, har kimningki. Shuning bilan chiqdik oldiga. Ota-onamizningki hisob kitobini qilamiz dedik. Au yezladimichu bir to'xo bilan kala, bir qo'tallarga kirib ketsa, uningdan ishni chiqib izlaydi. Mening kalam yo'qab ketgandi, to'xoyim yo'qab ketgandi, chujilarim yo'qab ketgandi. Ya bu ota-ona bu. Vatanniki million xalq avu hisobini olamiz. Nima deb olmaymiz? Sen haqning bolaring qo'yib beramdi. Xo'p, bugun texe to'liq hamid Donjon xavla yashaydi ekan deb yana bijnasini tep chiqibdi ham. Yamanmi bir Laozi bir haq kansa, bir ko't bir haq kansa. Sen haq Xitoydan xotin elib, davoni paypoq qilib, Xitoy bilan yashib, Xitoy bilan rasm tushib qilsan gap yo'q. Meningga biratan narsam yo'q-ki, Xudoga shukr. Endi o'sha narsani tep chiqishdan maya Laozi ko'tlar. Uningga hozir kelima isbot bilan qo'yib bermajimi? Shunda, unda bo'lgandan keyin mening ota-onam, bo'mimam ko'zi ochiq ketdi ya, qarindoshlar. Mo'malarim, bo'g'larim xorliqda o'lib ketdi. Sizlar o'ylab beqinglar. Mening bobam ko'zi ochiq ketdi. 5 qiz, bir o'g'il. Ay dadam, ay ko'mamanmi ekan desa, ay ko'manmi deya bir kun meyitnamizni uzatishga qo'yib bermadi. Mening ishim qaynamay, kimning ishi qaynaydi ya? Bu Shvetsiyaning tashkilot boshliqlarininki mushadagi burunqi berib keladi xotinlari. Ma'rifning olamdi yoki burunqi komitetning abtushkurlarning olamdi, yana birlarning olamdi. Ularning ishidan bo'lmaydi. Men o'shash ajiba bir oddiy xalqniki bo'lamda. Men o'kin Shatrashning ayol mehribon xonim bilan paranglashdim. Yana bir qaytim telefonda. Sizlar menga buni qilib avatib, yana jidal solma desanglar, ben birsiga dedim-ku, Mirzat Yo'ldoshdan ishim tugdi. Uning bilan kirmayman. Tugdi, mening dadim u emas, mening ota-onamni o so'ltatmadi. Biz tushunishsiz uchun urushib ketdik dedim. Ikkinchisi, o mehribonlikmi, ya'ni buni dedi qilmadi degan bilan men uningga kirmayman, o'zigim deb qo'ydim. Bo'ldi, tugdi, siz oldimga keldingiz. Kimdan zodi qanday bo'lsin, biz deyishdik, o'tirib tugdi, bu problemni hal qildik dedik. Ammo shu ayolga dedim, siz qanday qaraysiz ishlarga desam, to'g'ri fikrim dedi.
To'g'ri, men siznikini siz nima qilsangiz haqliq hukam. Men bo'lgamsam ko'sirimni beshim kiyib chiqatdim. Ishdan ko'nglimni beshim kiyib siz nima qilsangiz haqli. Yilimi siz chidavyapsiz dedi. Deydi haq biladi onun na'ning ishning qanday-qandayligini ko'rgandan bir mo'jiz sifatlarni. Dedi anaki toza tildan hukam beshini yesin. Allah balasını versin onunki. Edep. Muşunda bolsa men qaqşımandım qarindoshlar. O Bekram Tursun meyada qurultayning kayında, Dilnurning kayında o bu davalar voy yezingdek toz. Ey çöpçi. Biroq aytdim ben namoyishning tuzigrek turpaqdan undal ketlam haqni kuzitiblam ketsa. Ya parlamentning oldiga chiqib turpaqdingmi biroq aytdim inam deb turolmaysa chunki ining turmida bo'lsa iningninki hadisi ining turmida. Iningning hadisi Turkiyaga kelib Nurk chapan ketdi. Maşallah Bekram Tursun. Acayip Tursun avladı dersizler aşağı çıkıp. Ya Allah çıkıp. Ya yanzanlar bacıma çıkıp. Ben bazıda kol koyup etime çıkıp. Hem de kol koysam var. Lekin sen benim düşmenim digine. Ben sen bilen berber içimsem bulmaydı o kadar. Kapamayız ya benden. Ya ini. Estağfurullah. Ya inin türmedi yatı da 14 yıl kesildi. Şunday mı? Iningning hadisi Türkiye'ye geldi o. Bu qanday gap hamda Turkiyaning malı. Vatanda Turkiya degan gapni qila olamdi xalqimiz. Qilolmaydi. Men aşı isbotni tepib chiqarib qo'ysam, beshingni jimmi ichiga tiqib elib, bugun Guli Lopnurma, Lopnur Gulmi bir nimning nomida akotech piliq. Ko'z tutib qo'yma. Anandan keyin bu. Uningdan keyin merhaba degan hadisi meni manda deb yozibdi-da men yerda. İştlar neçe vaktan beri qava verdi, karva yo'liq manga verdi deb. İştlar qava verganmiz, karva yo'liq mengamsa, nimdep chiqading meni hamsa? İçing o'tkashga bir yaringga daskatkashga chiqading. Ondan keyin seni tashlayotgan qiz inimga butun abtibashiringni aytib bergan. Sen yig'lab inimga meni shu qiz bilan yarashtirib qo'y deb bek yolurgan vaqtingda inim sen erkak emaskansa, shunga u qiz sen bilan yarashmaydi ekan debdi. Voy, sizlar osh Qozim akkamiz xonasida Mingjunjuyda. Men chataldika buninglarga shu xatni mushlarda elanglar juma 8 munofiq kuchkidan mushlardan xat chiqarib bersa, mushlar shu xalqlarning ishiga aralashib, uni buni qiladigan qara. Qara, u qo'zg'al bilancho qara. Men qanday arilib ketdim, men u gapni qig'im yo'q. O'zi obdan biladi ko'ngilda. Tushundingmi? Bu bir. İkincisi, mening o'tgan ishni tagab chiqqim yo'q. Men o'g'il bola, tushundingmi? Sen xalqni so'rab kirma, xalqning hayoti va turmushi va o'zingning 1 soatlik 35 minutlik gapingda nimalar davatkining Norvegiyadagi xalqlarningki qaysi xotinlarning meni nima degani, qaysi xotinlarning nima degan, qayerda meni nima degan butun Norvegiyadagi qilmagan adamingning aybiti qolmadi. Men uni bu yerda qo'ymay turay. Qo'y desam qo'yib berma lekin. Qarab aralashinglar juma Norvegiya sen bilan sening bilan qo'y hech kim aralashmaydi. Sen sesib ketgan qo'y qizlaringni qartiqib olgan, u bu millat qolmagan qo'y seni mehnatligingni hammadan biladi. Mening adlam tek undaq mehnat emas men senga deb qo'yib, tushundingmi? Sening iningning chaqqan sababidan mening bechara odamning xizmatlari ib tashlanayapti. Mening adam degan Shanxi pedagog universitetida nocha o'qigan. O'zi kelib bir tim pul xashlatmay xizmatni o'zi topgan. Tushundingmi? Əşyalarda xizmətlərdən ajırtığızvatdın. Tushundingmi? Seninki tonunlab dava qilsa, qıt kelsa, ketsa, mushu ishning ichida yursa, sening uydagilaring hech nima bo'lmaydi. Men dedim-ku, sen jalobning oldilari saqchi punktlar ham chatalga qo'yilgan desam, meni tishlab tatsa-di. Endi bunda depsam-da, bo'pti. Bundami degan, hozir endi bu ovozingni men senga o'zingga qaytarib qo'yib bermam, u xalq olamning oldida. Men bir hisoblab aytib, anandan keyin qo'yib berman. Onundan keyin nima deb yozibdi? Seninki eskilikingdan mushu otaning shu turmalar yetyapti. Sen shuningga sening dadangni otaning tatyapti debdi. Bir otaning chiqmasligini ashar chirib ketishini Allohdan tilayman debdi. Seningga endi u tilaginingga ishtinkiga pit o'lmaydi deb uningga bu biz hech nima bo'lib qolmaymiz degini. Qo'lingdan kelganini qil. Allohning arg'amchisi uzun. Men qiyomatda o'tmaydigan ikki narsam bor. Birisiga
Ma munofiqda o'tmayman, Xudoyimning putiga yig'lab turib. Agar jannatda sanda kecha qizlar oldigan bo'lsa, kirmayman jannatga. Bo'ldi, men shu do'zaxda qurultaydilarni kuydirgan o'tin bo'lay. Bo'ldi, Xitoylarni kuydirgan o'tin bo'layman. Agar jannatga sanga o'xshash 5 vaqt namozini tark etib turib, Allohning og'zidan tushmay turib, yolg'onlardan islomning to'niga o'rlab edib turib, xalqni setib, chiqib, G'uljida Fatima ajim akalaringning qo'yib atgan iliq bichar Qashqardan chiqqanlar iliq haramga borama deb shu velosipedni ta'tirayda bir odamning 50 ming pulni olib Anvar O'zbek akam saran qilib qo'ydi. Nopos qo'tamidi. Iliq Fatigul ajimlar iliq Popayki zavodini qurgan. Oshlarni ko'ranmay uydagilarni chiqib, ya nimalarni qilishmiding? Anga Abdurahobga akalarim qo'rqdi-ku, shtanga siydi-ku. Onunla qızları bade çoğup kaldı. Onunla çıkıp kalsa kokuda boy biz anlamadık, biz arlaşmayımız, onunla onda tuqqunumuz yok dedik. Vaqt saat kelgan chaqda qo'yningdagi xotining mı senden tanıdı? Tushundingmi? Bo'ron chapqon shiddatli dahshat kelyapti. Dunyo siyosatining qayerga ketayotganini sen cho'chqining kuchtirib obdan ko'rib jon talashyapsan. Sen chiroyli berib kelgan bo'lsam, meningki men sana tegmayman. Mening berib kelgan atrofim to'shaq og'aylarim bor. Men hech qaysi bir yig'iz birga qilmadim. Ben yaqinda boraman deganlarga gapirmadim. Bundoq gapqilay desam, yana. Bundoq gapqilmay desam, yana. Sen texi sening askiligingdan, xo'p, mening askiligimdan ota-onam yetayotgan bo'lsa, Sharq Turkistondagi 8 million xalqning ichidagi ota-onalarning askiligidan ballar yetayotdi, ballarning askiligidan ota-onalar yetayotgan demsa, sen ajoyib sening bu tabliqlaring, bu iliq naslaring, falsafang ajab sana Qiqas tushirgan o'chaqda Xitoy gunohsizga biz Uyg'urlarning ballar askiga ota-onalarimiz yetib yetibdi. Uyg'urlarning ota-onalar askiga ballar yetibdi. Biz shuning uchun mushkunni ko'rishimiz. Ya bir qog'isangmi, bir tuzuk bunda bir banan deb qilsang bo'lmamdi. Sen hozir men senga Bakram Tursunning men qilgan to'kmatlarni gapira ya. Shvetsiyada xoin Xitoy qavotidi u bo dedi. Yo'q. 26 turli jinoyati bor dedi. Chiqmadi. Sana depto meninki muşunda ilaqa nima? Sana depto muşta singlis yarashgan, muşta yarış olay deganda onu bunu qilmadi deb. Ya oningki nima bilmas, onun shu ochiqqa qayishlar, ochisi o'zining o'g'lining beshiga chiqibdi-ku, ana shu bishtal o'yinda bolasini ajrashtiribdi. Mening ayni vaqtda ayirib aytgan hadisi tushundingmi? Nazila degan singlisi men naysi deb qo'ygan aka xapima. Şu adamın şey pul xaşlab açıqqa şu işlar turğunay talatlatdi. Şunun bu işlerimizga aralashib qaldi. Undaq deb şu hadilleri tushundingmi? O'g'ilningmi Shafqat deganninkini ajrashtiribdi qana. O uyga ikki odamning ismini yozsaq, sizlar pul chiqarmagantinglar, ajrashib ketsanglar, qanday bo'ladi? Undaq deb nomus qilmay bir balni baxtli bo'lsin demay, shu ajrashib ketsa uy tang bo'lishmam deb shu gapni qilib ballarni ajrashtirib atgan. Shu mening ashtaqqa ayni vaqtida shu. Yağan bu sözü çıksın odullamğa. Ben o kızlarının toyda bir birisi bir telefon kılıp ben bilen andak kanti unda xums çalap kötemese meni. Akan ağı qara 13 yaşından başlap G'uljinin jamiyatida oynagan. Chusa vaqtimdan başlap men jamiyatga chiqqan tushundingmi? Lujo deysa, ma Lujo Yangon taraflarda o'ynab cho'ng'olgan men tushundingmi? Ben xeyli G'uljida tusi chaqas sepiva tusi itiba odamlarning chaqas itiba tusi sepiva odamlarning ballari bilan o manchilik anda foydani ama bilan sen buzding shuni sen haq chaqashqa berib buzildi-ku. Aldım-ku ana xotin alamaysiz yo jalabdan sen aldın qaytama Turkiyada olgan shu xotinim shu ketgan. Men e'tirof qilmagan ishni qilmagandimi? Haq ketdi, shuninglar tutdi. Sening mening mushta ishing bor deb o'ribdi. Mushi narsalargacha sen vayronchilik qilding-ku. Ya to'xtabdi, ma'balim men ma'num menda uchun bo'lsam, men chaqsam. Meni chaqsam, mana ota-onasi o'gal oldi, men ketmam. Shu narsa qalan kammidi-ku. Shuning uchun kechalari uxlayolmaysan-ku, azobda to'lg'inib yotsan-ku. Qarapaqa chiroyimga men burunlarim qarab paqara ketganni, Findiyan o'rayotganda ko'p ketdi. Qara yuzlarim degan qip-qizil mana nur. Qara semirib degan to'shaq, kayfiyat to'shaq, energiya to'shaq, iymon to'shaq, kuch-quvvat to'shaq. Pakizlik mening qinimda hamma narsa to'shaq, tushundingmi? Men sana o'xshamayman, sen o'xshatma meni. Sen ashtaqanikin bo'ldi-ku. Qanday odamning qizni aqlimni biladigansan?
Adam Məxamacım degan G'uljadagi 2-3 daraja payxon banktisida bütün O'rta Osiyoning mevjini kontrol qilgan boyning qizini oldim. Oldim meni deb keldi yosh qiz bola. Nocho'g'ashqa akam Chusandan boshlab Gavyidan Gavsandan boshlab qandamış çatalda mərtlik qilib qanday o'ynagamsam ajadim o'ynag'achqa taq bilidika tariximiz. Shunda o'ynab qo'ygan, pokiz kiyib qo'ygan, yigitdek yurgan yerimiz boshqa Guangzhoudagi kishilarni tashib etib, meni deb Turkiyaga kelib, nikoh qilib ketib, men qonunliq ekanmasdim uni. Sen xalqning chaqqiningdan shu bo'ldi-ku, ota-onam bütün vayronchilik mushundan keyin bo'ldi-ku. Bolarim bu bo'lganiga oldiga chiqdik endi bunda vaqtim chiqmasak endi Xudoyim ikki podaxni nimaga berdi? Basirib o'tirganga bermadi, ko'taradiganga bermadi. Erkekning namoyandasi o, sende bormi, sende yo'q, o bal topsangni hisobma, ajaqqiz xotinni olib 2dan 3dan. O bola deganda cho'shqimi topadi, qo'ymi, qo'zim, eshak qalibi topadi. Xisalam chiqadigan narsa o, siz xisu kirsilam. Ota-onangning sana bergan tarbiyasi shunchalik. Ota-onangning bergan tarbiyasi shunchalik sana. Endi mushu tuhmatlarni marhaba men qildi, ha, qarindoshlar. Siz yalırıp dikensiz akamga deydi. Endi qopib meğerki ma ovozda manga sizga yalırıp dike siz unumapsiz dedi. Manga yalıram, o mangam yalılmaydı qara. O ish hadisning nimasidan bo'lgan ish. O mangam yalılmaydı, sangam men onun yalılmayman, shuchal shunda bo'lgan ish. Tugidi. Buningga sening aralashishingning nima hojati? Bakram mushindab ikkisi urushib qoldi. Totaqning pishdimi yo sen sirkisimi, bedisimi yo o'sib ketgan. Muşumu yapmam de, muş bir kız olmalı işinde ben Bakram bilan birga yaman bo'lam dem. Sarang qo'llangga saningki otepakka o bir sonninki de, a xotinni Bakramninki yemi kirganda o'qitmaydi, yog'liq chiqib berib yetibdi-ku uningga. Yozg'idek biznesim yo'q, pasportni intervyusiz oldik. Erimninki 2 millionga var, va necha million bas barmamda ko'rdik, rap eringninki taq turqini, Turkiyadan kim kiydi-ku. Ko'rdik talatini. Yiga ishkin chiroyi chiqmaydi azlakninki. 2022-yili 13-yanvarda mana ma nomerda Avu Saidakram degan mush tuqqin emishlarninki. Aylaqa Suriyaga odam saldi degan o'g'irmish shu. Mana yaxshimisiz, ukam menga bir telefon qilamsiz? Men siz tillab chiqqan marhaba bo'laman debdi. Keyindan tillaganda toza tilliga o'xshaysiz ukam, men anglamadim, endi qo'rqmay telefonni elang deydi. Debdiki, shuning bilan men telefonni oldim bu yerda. Alo. Yaxshimisiz ukam? Yaxshi, men qo'rqmayman, men bir sidim bor, qaraman deb qo'ya qaraman. Oqsham ishliga uxlatdim da o'z ko'zini yumib telefon qildi, odam telefon qildi ekan. Men sizning uxlaganingizga ishligingizga bilmayman. Men sizni so'rab sizga qarab. Ben sizni tanımayman shundaymi? Siz tazobdan tanıysiz meni? Yo'q, to'xtab turing. Men sizni ko'rganman. Shuning bilan telefon qilib hozir o'zining shu marhaba tursun ekanligini bildirib, shu ovozni o'ziga qo'yib, "Tinib ovozingni tinib, elaq Ro'shan Abbosdek gap topqamsa, meniki o limdan bo'ychasidagi oblikimga Xinjiang Dianshtayningki ovoz artistlar ovoz berib, to'g'liqqa Gobavdan chiqarib beribdi deb, voy onangiz kerak bo'ldi, qo'y onangni. Bunlar bu qo'ylar odamni qon qo'yib emasmi? Ey, nomus qilmay ash gapni tep chiqibdi. Mening o oblikimdagi ovozimni Xinjiang Dianshtayningki ovoz artistlari ovoz berib, Gobavdan to'g'liq Hamidga yo'llab beribdi dedi. Voy onangni deb o'zimni birini urib etdim baqo. Nomusmu qilmaydi-ku, bularga Xudoyim tavba qildim. Astag'firullah. Endi ma yozgan narsani endi men deb beray. Ma ovozni men qo'yib beray. Ma qiz bola yozmani men chiqarib qo'ydim. Ko'ringlar qarindoshlar, selishtiringlar. Menninkidan bir narsa chiqib qolsa, qo'llab vatvarkim chiqirib etkensizlar. Men bir mo'sh narsa chiqirib qolsam, qo'l-qo'nglarni aytib oldi ekansizlar. Bilmay ya, shuning uchun men pokiz ketayotgandim. Maningda qiz bola akamga yaldirib, Bakramga yaldirib degan gap bor juma. Aytsam ya, unda deb gap qildi. Nima shunday bo'lsa, o'zi aytib ketaydigan odamga Bakramga yig'lab bizni atlashtirib qo'ying deydi. Aytsam ya, unda deb gap qildi. Nima shunday bo'lsa, o'zi aytib ketaydigan odamga Bakramga yig'lab bizni atlashtirib qo'ying deydi. Endi qarindoshlar, buning oldidagi o ismlarni chiqarmadim. O qizlarning turmushi va balasi va mening hech narsa chiqarg'im
Ona ismlarini chiqargim yo'q. Meshanlarni kesiblam shuning bilan qilib mana menda menda hozir akaldim nim qildiimda kelgizib bu yerda 2022-yil 13-yanvarda 2022-yil 13-yanvarda 1 soat 35 minut. Voy, bu Norvegiyada qo'shinin qilmagan g'aybatini qilmagan odamning qamidi buningda atgan kesib uning g'aybatini qilganini buningkin qilganini ay to'plab qo'yitma Facebooklar choplab. Rasob tfil lanat ash yiningdagi o'tag'an qanjoqlar bor, mushningda o'tarib, mushning bilan g'aybat qilishganlar bor, saqaqning Alloh baloyingni versin. Eski bir nima ekansa, mening turmushimni, mening hayotimni bilmay turib, mening kaynimdan gap qilish kelar ekansa, beshidetni qarorlarni chiqarib, minutigacha do'zax yo'lib o'tibdi, o'zicha men do'zax ketib qopman. Voy, sen aramdan bo'lganliging bor, qara. Agar kindi shu jannat sen deganlikdek senga o'xshash ashundan qilib turib eshak borlamsa men bormayman bo'ldi. Mayli men kufr kassam, mayli men eshak bormayman. Yani u jannat unda jannat emas qarindoshlar. Bu bizning islom bular degandek unda emas. To'g'ri yo'lda mangayli, niyatimizni to'g'ri qilayli, munofiqlikni tashlayli. Anga xalq bir fursatlar kelyotdi. Xalqni qutuldirib olayli. Burun yegan ishkining bo'lsa, qilib qo'yganing bo'lsa, de. Sotni oldiga baqacha, men mushta qildim. Ya manda ya mening roziligini berib et. Ya unda bunda qo'rqib Xitoydan, anamaningdan qo'rqqanda qo'rqir ekansan. Meya kelsan da qonundan qo'rqir ekansan, yana qo'rqib turib qiladi ekansan. Ya sen haqninki otaning yishdan bo'lishmidi-ku. Qani hayotda degan akalaring, singni inangni untashilgan bo'lsa, qani o inangni unda bo'lsa hadis Turkiya kelibdi-ku. Tuhmatni yozmang, qarab baq, maraba tursin, yozmangda sen ya Xudoyim munofiqni jo'yiltidi ozdir deb, ya Alloh ilmi hamma narsani, bu narsani isbotliq hammani bir taldim. Men ashu rahmat etmoqchimi chiqib o'sha ish boshlangan chog'da hamma narsani birni qoldirmay ol degan odamga. Boshlanishayotgan chog'da bu ishlarningki. Bo'lmaydigan bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi degan bir kuchli tashkilot, o bir organ, shu kelib vaqashlatmamda ko'ram degan advokatlar va meni Xitoyning nimani bir nima qilib etmadi desam, meni chaqmamda nima uchun chaqolmaydi qarindoshlar? Xitoy nima uchun Shvetsiya hukumatiga chiqib, men bizni konsul tahdid qilibdi, men terrorist deb meni mishlalanmaydi. Saq chaqalsa, sotga chiqsak, konsulniki akab mixlib etmoqchimi? Jonxorim men gonxogoni Stokholmni temiga mixlab qo'ymay javobdan qoldirman deb qo'yay. Mixlinib ketsa, men da'vosi pedikilar masalan deb qo'y. Shuning uchun G'ojang aqlli. San haq telekom shavg'an bilan, G'ojangninki ayada aql, jungdan haydim buyruq keladi. Chiqsin bo'lsa, taklif qilotmang maydam ko'rib mana. Shundan narsa. Shu. Uningdan keyin Bahram tursang, yana sen bir misol aytsam, 5 vaqt namoz o'qiydi ekansan. 5 vaqt namoz o'qisang, unda o'tganda Shvetsiyada Qur'on ko'ydirish bo'ldi, qarindoshlar. Qur'on ko'ydirish bo'lgan chog'da bizni mashariki muxbirlar izdidi. Faqat Abd Shukur kam ikkimizda chiqdik. Qolganlar degan, 5 vaqt o'qiydi, Allohim, yana quloq degan jumla ko'z jumbaldi. Shuni bilan qopib biz ba'doq mana intervyuni biz namoz o'qimaymiz 5 vaqt, lekin biz ba'doq. Men shaxsan siyosatga o'ylab turib akirdim. Ya sayji qizlarni Shvetsiya panolik qolsa, yo Shvetsiyaga foydang tegmasa, yo Uyg'urga foydang kelmasa, aşağıda degan butun dunyoni Shvetsiyaning butun dunyoni musulmonlari tilab ketdi-ku hamda. Qur'on ko'ydadi deb. Endi uni bir hukumat qilmadi, uni bir shaxs chiqib qildi. Shu chaqda biz Abdushukur Samsaq apandim ikkimiz ikkiyada media qildik. Biz birsimizdan TV'ga chiqdi, birsimizdan gazetga chiqdi. Mushu davlatning tuzini yo'q, mushu davlatning 5 kun kelgan chaqda o'zingning masalasi bilan Shvetning masalasini kun tartibga kelib turib, islom dunyosini bir qapoqqa yuraydigan ishni qilolmadingmi? Islom davlatining hukumatlarini biz dedik qo'shchaga chiqib biz bunga aralashmaymiz, ammo Sharq Turkistonda millionlagan Qur'onlar ko'tardi, nurg'unlagan saqallar qilib nurg'unlagan yog'liqlar maskunchilar uchirdi. Men shuni bu narsaga kirmayman. Bu narsani islom dunyosi boshda bunga javob berishdan burun, Shvetsiyaga javob berishdan burun o'zininkiga javob berish kerak. Bizga nima deb ega chiqmaydi deb biz dedik qo'shini. Bog'u xabarga. Sen Bahram tursin, 5 vaqt namoz o'qiydigan shunchalik inqilob tursan, men munofiq bo'lsam, sen qilsangmandan da bo'lsa, sen nima ish qilmaysan? Shvetsiyang meningkida yaxshi seninki. Sen qilsangmandan qolganlar, mishariki 5 vaqt o'qiydiganlar yoki
da'vo qilayotganlar qilsanglar bo'lmamdi. Biz shu ikki davlatniki nimasini ep turib, asli bilsang bu birinchidan Uyg'urning dardini anlatsa, ikkinchidan mana davlatning tuznini yap, mishadan ishlab pul tepib, mishadan uy ilib, mishadan yashab, mishaning puliga sayohat qilib, mishaning halovatini ko'rayotganman, mushular uchun ikki qiz gapirishmidingmi? Xitoyning tarafini tutdingmi? Tutmadingmi? Bilmamsan, nima ishlayotganini, Stockholmni Qur'on ko'tarayotganini, siyosatning toz yanpashga chiqqanini bilishmamsan, qaysan? Bilib turib ko'zingni, qo'lingni ko'r qilib ilishdingmi? Buningki qarindoshlar miyada bir masala bo'lyapti men dey. Umo necha vaqtdan beri paydo bo'lmay, bugun paydo bo'lib qopti. Men har qanday bo'lsa ekran yuziga chiqib, isbot bilan hamma narsani to'liq joyida men javob bera olmayman. Bugun menga Bilal Ibrohim akamiz bir narsa aytibdi-ki, "Faqat meni ko'rib baqsang" deganda qilib. Miyada Lopnor guli deydi. To'g'liq Hamidning ismini Google'ga bosdim. To'g'liqki Hamid deb qildi. Mana Xitta sevida degan mush bir xabar ekan. Mush Guli Lopnor deganiga kirsanglar ko'rishlar. Bu yerda meni mushta Dongjonxo degan birisi bilan yashaydi debdi. Dongjonxo degan birisi bilan yashab, ota-onasining da'vosini qilgan bo'lib, Rabiya Qodirlarga nima qildi deb, endi Rabiya Qodirning hissiyotini o'ynash uchun milliy rahbarimiz onamiz deb turib uni ko'tagash meni mishada sizlab turib naytda qilib buni shu Makkadagi Ahmad G'otxotlar anandikin to'plarni taqitib qattiq sestetdi. Men sizlardan bir narsa so'rab boqay. Mening xotinim Xitoy emasdi, men timin doktorda. Mening xotinim o'rkashnikida Xitoy emasdi, meningki Xitoy bilan yotgan qo'pqan yoki Xitoyninki uy tutgan yoki birga Yobing bayrami o'tkazishgan yoki yana bir nima qilgan Xitoyninki bilan qilgandek andaq ishlarim yo'qdi. Xitoy bilan to'y qilib, Xitoy bilan bir ish qilib, da'voning shikirvaga yerim yo'qdi meningki. Sizlardan chiqib o'tadi-ku hamma narsa. Bütün narsa Rabiya Qodir senga kirmayapti. Seni balkim bir sening nomingni setib seni ulug' ona deb turib, meni pash ko'rmoqchi bo'ldi. Sening onam o'yanimmi? Sening hamma narsang chiqib qoldi, seni urushimning maoshi yo'q. Da'voning ichida xotinlar Xitoy bo'lsa, Uyg'urchilikni tip chiqib aytib kurkularini chachratqicha gapsa gap yo'q. Menga meningkiga birsininkiga chiqib qolsa gap bor. Bu qanday ish desanglar qarindoshlar? Mayada bu shu Dongjonxo degan Xitoy bir Xitoyning oshxonasida ishlaydi ekan. Shuning bilan buningki shu Kungzo Chanjongdan shuning vaqti o'tib ketib, buni deportation qilib Xitoyga yo'lga silib etibdi. Shuning bilan buning bir yer bir setib olgan uyi bor ekan. Uni shuning bilan bankininki endi uy setib olgan bo'lgandan keyin bankka masalan to'laydigan odam bo'lmasa, uy shirkatlariga setib etadi-ku, uyni yilib qarzni qaytarib oladi-ku. Shuning bilan buni Shvetsiyadagi bir maklari deymiz, Jongjiyaga qo'yibdi. Shuning bilan bu uyninki to'linib bo'lgan bo'yicha bankka o'zining pulini chiqarib olmoqchi ekan, maklariga qo'yibdi. Shu maklarida ishlaydigan bir tonishlar orqali shivit odamjimi butun isbotlar bor. Men uni aldirmay ko'zda qo'ymadim. Shuning bilan shunday bir uy voqea degandan keyin uninki shuning bilan berib shivit odam bilan gaplashdi. Bu qanday ish desam, shunday uy bor. Alam sal narxi azaroq bu ketib qolgan odam buning ishini misha tag'is bijirdi, tag'isi full market bor, bunda bir daftarga shu Dongjonxo o'zi qo'l qo'yib tag'am bijasin uylarimni setib debdi. Shuning bilan degandan keyin buning uyining narxi qanday bo'ldi desam, shu bu to'laydiganni to'lab shunchalik qopdiki, sen shu qolgan yerdan boshlab sotamiz, bankaga pul kerak degandan keyin shuning bilan qop, unda bu yaxshi ishkanmisa deb shuning bilan uyni men setib oldim. Uy mening uyim, Dongjonxoning emas. Tushundingmi ikkinchidan? Men buni Shivitning qo'lidagi Jungja go'ngsta setib oldim. Menga unda to'hmat chaplayman desam, men butun materialni Nijat turg'un oldiga olsam bo'ldi. Opchikur samsaqni oldiga olsam bo'ldi. Bir tashkilot boshlig'ini oldiga olib, shular men bilan kelsin, men naq maydon qilib uyning ichida Xitoy bilan yashayapti. O Dongjonxo degancha deportation qilib, o ham Mashtadagi turmida 3 oy yetib, undan keyin uni selavatgan Xitoy u bu yerda yo'q. O bankining tatib olgan uyi o.
Bankadan tatvaga üye o. Ve akaysının Xitay bilen biznesleri var, Xitay bilen kilip gitse, Xitay bilen kılışa. Ben öyünü ağam bolsam, Şivitsiyadaki Zhongjiadan aldım. Zhongjia arkalık aldım. Bankada pul töylep durup, her ayda bana qarz kirdi. Yerimini töylep durup aldım. Uyanmışsam, vay uyanmaydı, Özbeklerle yatıdı, anı kıldı, manı kıldı deyse. Uyansam, bunu. Endi, bu Gülye Loplar degan hanım, siz kimliginizden çıksanız bulaverdi. O yağan onda akontlarını içirip, onda sistem edesiniz, ben onunla kemmeyim. Ben özüm neye kirip, kim bilen gaplashyaptım, menin kaynımda kimler var, telefonum çeteğin alattımı, çeteğin alattımı, ben hemmeni bilemem. Ben devletten aldırıp pokup ketmeyim, düşündünüz mü? Siz mi sizlep turib yaqırsınız, men mi sizlep turib yaqılay. Budan bütün hamma uyninki algan qonuniy bankdan algan pul men to'laganmi narsa bor. Xapomaysiz, men Xitoydan pul muhtoj emas, pulum tugsa Germaniyada adam bor. Ada pul urib beradi, desam urib berdi. Ben o başkan kep so'rab baqmadim. Doim so'raydi, puling bormi deb. Ya o adamızdan ya ekonomikani tashrab baqamsizlar ya, Xitoy chiqib qolamdi ya. Sizlarning qo'yib bersa hamma narsa Xitoy chiqadi. Sizlarning shu mushunda chuvilib, ichilib, yeyilib ketsa gap yo'q. Ya menchur qarindoshlar, xudo haqqi men shu Donjonxon degan ismning ashad borlig'ini bilmaydi ekanman. Men ata o'shani bajidarsa telefon qilib baqay, men odam ketgan desam, uyimga setib olgan desam, nimishki bu ismi turdi deb men bir so'rab baqay. Menga bugun bildirib qo'ydinglar, rahmatchimi? Men rostga qilsam men bilmaydim ekanman. Men bilgan bo'lsam-chi, uyni setib olgan zaman meni ismini yo'tkibat deb yo'tkizib etdim. Men agar kendi ashundoq aqlliq, men ashundoq ish qilgan ishim bo'lsa, menga bugun ko'rdim, men bugun bildim bu ishni. Huy, bu acayip işte. Ben alsam Şivit'nin kolundan aldım. Şivit ekip tağısından fırmak kitlerini koydu aldım. Üyada onun olan bir başka gap sözüm buluşmadı. Oturluk Şivit var. Tercüman var. Ben eğer kinde aşında iş kılıdığı işim bolsa, ben o adrestikini çıkarıp etmemdim konu tepip. Ben hazır Bekram'ın uyga adresimni koyup bakay. Bekram'ın ruhsat olsa koydu. Meninkine. Hem Bekram'ın koldan çıkarıp etiş, menin adresimni koldan tip çıkarıp etiş hakkı var. Madem çıkarıp etmedi, psikat ve kitniki folk buffering diye yer kırıslam, şu yerdik çıkarıp etken buludu. Ben eğer aşınçılık bir işlerini adli satı oylamamışsam çıkarıp etmemdim onu ya. Hem de o bana aş kalpakını kigizmedi atamsa. Vay, bunun mu çok ara kimnin kıgallığı, menin kuğamını kolap ile ismimni üye giyizip, ile büye giyizip, ile izlep, ile onu bunu kılıp, işçiğinden kan ketevatıda tüküp etip barma. Ama sınavının dehşet yanpaşkı çıktı da. Bekram, va bunda urilib ketishini o'ylab baxmatdan Xudoyim ulug'. Tushundingmi? Xudoyim ulug'. Qolgan narsalarni isbotini chiqarmam. Va isbot deganni to'kib indijeniz varaq Dilyar Musabay to'kdi. Men to'kdim. Estirin degan akamiz qanchinchi yil avtonomiya talab qilgan. Voy to'kib ovoz yana qo'yib barmoq o'ynagan voy Abdulikim deganda qo'yib nima qila oldim? Yani şu yağlıkçılar, yani şu ilik namaz kılan yine de yürüşüpsen koy şu Abdülhakim İdris bilen. Hayamını koyup veremem de. Roşan Abbas uruşamsa, hak bilen. Tartışamsa, tıkışamsa, pitişamsa, özanın işi. Özanlar tahmineyle kolanları kozur kıp oynayma. Mında kılma, küçsünü işiltme, dep de oylap kapsılarken ya aştan kendimi çıkırıp edim, aşı resva avazlarını anlap durup. Yani yürüşüvatsan bu aştan şovusunu içişir. Nimişke? Onunmu sen haqni ilavağa yerin var. Qo'rqsa ata-onangga, vatandagi tuqqanlaringga birinin bo'lishdan qo'rqsa. Bizning bolalarimiz bu odam qo'rqmaymiz, falan narsamga hisobda. Tekpaqal dedik, bir odam qildi, tekpaqal dedik bo'ldi. Bugun tagida atisi konsulning bo'lganini o'zi biladi. Ana shu Ro'shan Abboslar bilan sizlar yurayotsizlar, sizlar rasm shot, men munofiqlar bilan chaqchigirimni orib atgandan oyog'i hatto cho'ng dadamni kelib yolurib, voy do'lqinlar bilan bir ko'rishtirayman, men ishni bunday qiling, qo'lingizga narsalarni bering va tugitaylik desam yaqin kamidim. Mening maydonim bor meningki, men bir asta o'tirib baqdim hozirgacha, men u haqqa o'xshash erkinaklarni endi men videolarga chiqib o'tolmayman, yog'lardan mustaqillik talab qilgan bu yerda bunday qilib.
yana bir nima qilib maydonim bor meningki. Men bunday ishlarga qatnashamayman, bunda saviyam yo'q meningki. Ko'ryapmiz-ku hammasininki qayoqdan buyruq chiqib, qayoqdan shamol chiqdi, buni ko'ryapmiz-ku. Mana ana o'zingninki maraba tursin, ana o'zing qilding to'kmatni menga, o'zing qilyapsan. Agar yezibsa akamga yoluribsa deb, menga davatsa sizga yoluribdi deysa, mana ovozdan qo'yib, nima deysizlar xalq odam? Navrisingizninki ash so'lavatga inisninki, singiz Turkiyaga kelib taksini Norga ketyapsa, bular mishal shuncha da'vo qildi, shuncha butun tashkilotlarning ichida qimirlab yuradi, u yerda bu yerda tuqqanlari butunlay chechilib ketgan. Bularning atalari ishdan bo'lmaydi, ishlimiz yog'an o bir narsa birdan bo'ldi degan. Ay inisning rasmini ko'tarib, akasining rasmini ko'tarib, da'voning ichiga kirish, ananing ichiga kirib bir narsadan bilish, tinglash, oshda yeri bo'lsa, chiqalam Turkiyaga qizi. Ya o'zbillahi minash shaytonir. Unda bo'lmaydi qarindoshlar. Yana texim men sistema deb texma Dongjonxonniki akab choplabsiz. Yana obdarax qo'lab yiqinglar. Mening qo'limda uy setib olgan, uyni kimning qo'ldan setib olgan, nima qilgan mening qo'limda bütün hamma narsa dokumentlar bor. Men Uyg'ur agentligim kiribdi. Tahiriminninki, Xitoylarninki bo'lganchilik qiladigan shu narsalarni chikatdi. Ko'rdinglarni qo'yib berdi. Tahiriminga ham jinlarga ham shuni nurg'un ovoz bilan valaqchaligini chiqarayotman uni o'zi e'tirof qilgan. Ne narsalar bor. Bijmo'j narsa chiqdi, mushani oqida yurishlar hozir hamma narsa aniq bo'lib ketdi-ku. Men xohlasam xalqniki ancha-muncha taqib qo'yman. Yaxshi narsalar o'z taqib qo'yman. Amalda taqatmaslik tirishman. Mening o'tirimda u bilan problem bo'lmadi. Chaqidika Tug'luq Hamitni ish qilib, mushlar tillatib oldi deb kongressmenlarga chaqidika. Mening sog'liqli hech qanday ishim yo'q. Dilyarni agar chaqqan kuni, dilyarnikini taqatmayman. Agar kinda men hukumatning manfaatini, Sharq Turkiston surgun hukumatini hukumat deb e'tirof qilib, hukumatning manfaati bo'lganligi uchun mushlar bilan bir yerga rasmga chiqib qolsam, men kameraga chiqib qolsam, shu Tug'luq Hamitni ish qilib tillatib nima deb, men hatto mushu davlatda u yerga hukumatning yig'iniga berishga miyaq tutib tursin, men mushu davlatdan chiqatdim. Hatto ashta bo'xtani chaplab, mushu hukumatga ta'sir etmasin deb. To'g'ri, og'zimning yomonligi bor. Yetyapti-da 7 yildan beri. Yurak qon zaddab bo'ldi. Qilmay qanday qilamiz endi? Xalq yetyapti-da, zimin qonga bo'ylayapti-da. Adimiz kirib yotdi. Anda bo'lgan vayronchiliklarni ham nimaga tilaydig'ini bilgansizlar? Bo'pti, qarindoshlar, men bak uzun gap qilib o'tdim. Asli naq maydon degan qo'y 20 minutdan bir 30 minutgacha bo'lish kerak edi. Shunga tirishdim. Shu, endi o'zinglar ko'rdinglar qag'inni. Qag'an agarkin yana maraba tursin, yana rozimisan, yana biza japil desang, muyassar adamdan tatib ixlos mavjurat seninki sanab bermajimi? Sanab beraman. Shuningga Masuda degan xonim, albatta eringizni tildisam, qiynapingizni qiynatsam, achchig'ingiz keladi, siz ularga kelin. Siz mening hisiyatimni o'ylab qo'ying. Eringizdan men nima ish deb oddaroq so'rang. Juma? Qilmadim deb tugaydigan ish emas bu. Qilmadim bilan ketadigan ish emas. Ya bo'lmasa, asotlar yana bizning bilan o'zinglarningki, ama axlab chiqinglar. Tapalaydi juma, Weixinda sen juvatding, WhatsApp sen juvatding degan gap yo'q juma, kim juvatsin, mala tapalaydi. Boshqani ko'lab chiqmasak, mash immigration ichidagi ko'lab chiqiblar, shundan qo'ysaqlar hamma narsa tanasi chiqadi. Shunda oson nimaga ruxsat oldinglar ayni vaqtida. Sizlar shunchalik o Rahim hojimniki, Rahim hojimingizmi-chi, qarang meni o'ltirma, chopima dedi. Sizning eringizmi da'vatida, Rahim hojimi da'vatida Turkiyaga taklif qilib qo'ydi. Turkiyaning nomeridan keldi. Menda Rahim hojimning ovoz bojimi 50 sekund, 50 minutlik o'ltirma chopdim degan. Lekin men u odamni so'rab akirmadim. Kirgan kuni so'rab akirman. Chunki bu ishning boshlanishi ashning uydan bo'ldi. Shuning uchun siz hayajonlanmang. Hamma ish chiqdi. Hisob va olam ko'risiz. Ballalaringiz tatib qolmasin. Chunki ballalaringiz tatib men, lekin ballalaringizni o'tmayman u dunyoda. 70 pushtingizgacha qachon qayoqqa berib oxirlashidi? Men Allohning oldida yig'layman. Yig'layman. Mushunda qildi Xudoyim, mening ota-onam ko'zi o'chiq ketdi. Janob Alloh mushunda qildi mushlar. Agar men ashada to'kmat qilgan bo'lsam yoki mishaning sotini men to'kmat qilsam, men to'kmat qilsam yana bir nima bo'lsa, eringni meni tutalg'irek bir nima bo'lgan so'g'i qara. 500 ming so'm pul aka, 500 ming so'mga akisini ochib qo'yibdi. 500 ming so'm to'lab fuksini ochib qo'ysan.
Ey, Kanada'nın qanchalik diplomatlarını Xitoy tutib oldi. Hüseyin Celil degan odam tutib oldi. Ajab 500 mingni xashlab ochiqishni bilmaydigan ashlar Kanada hukumatı. Amerikaning qanchalik adamlarini tutib oldi. Ajab Amerika dollarını besib taqtirgan odam ajab Amerika bir 500 ming dollar xashlab ochiqolmaydigan diplomat ashlardagi tutilib qolganlarni. Shvetsiyaning Gümeyxayni tutib oldi. Mustaqillikni talab qilmaydi, bu Xi Jinpingni ko'p partiyani tillab bir kitob yozgan. Taylandni tutib ketdi. Sen xalqning qo'rqqan davoring nim davo? Xitoyni akatdi miyatni o'zininki. Balki men o'ylayman, u haqiqiy demokratchi bo'lish kerak deb shuni akatdi deb. Xi Jinping tillab Jongo Kommunistik partiyasini, Xitoy Kommunistik partiyasini tillaganligi uchun, ezib bir narsa yozganligi uchun Taylandni tutib ketdi. Shvetsiyaning 500 ming Shvetsiya davlatininki 500 ming so'm pul yo'qmi Bakram Tursun? Bir adamini aytib sen yomonmi o'chkansan, BDTlarning advokatlari Londonlardan ya nima qilsa yag'an gap ya mototak. Nima qilsa yag'an gap? Yag'an gapdan nima keragi bor? Ya şu xajligan kivi to'ldiran, taloldiranni şu advokatlarni elib chiqib, naq maydon qil. Bizni bilib qolaylik şu advokatni. Sen deganliklar sen xajla 500 ming dedingmi? Ha şu chaqda xajlay. Biz isbotlarni ko'raylik-da biz. Sen jalobning ostida tiqib bersan 500 ming men xajlayman degani. Ajoyib ish bo'ldi-da bu. Va eng oxirida bir ochiq bir yumoristik bir narsa var men bir deb beray. O'sha oxirgi zamon bo'lib insonlar masharqatga yig'iladi ekan-ku. Yig'ilib shu hammasidan Xudoyim hisob kitobot qiladi ekan-ku. O'nga so'nga jannatga do'zaxga deb kelayotgan vaqtda Xudoyimning oldiga bir batbashir bir to'ng'iz cho'shqilar hamma sat bir cho'shqa yig'lab qoldi. Ya Xudoyim, meni mushunda u dunyodami xar qilib qo'ydingiz? Bu dunyoda qayerga boraman endi? Men bek u dunyoda meni jannatga kirgizib o'tgan bo'lsangiz, men bek xarinib ketdim. U dunyoda meni kimmigiz va cho'shqa, va to'ng'iz, va cho'shqa, va to'ng'iz deb faqat bir ko'gan yerda ash miltiq bilan otidi, o'ltirdi. Uning ustiga eng ichinishli men mush iflos Xitoydan qo'lda ashlarning eng bir yaxshi ko'rpaydan go'shib qopman bir boshqa odam, boshqa bir millatdan bo'lsam nima deymish, Xitoylarning bo'lib qopmi? Men shu darajada xo'rlandim. Deb Xudoyim nola qilib qoladi ekan bu. Xudoyim menda Cenab-ı Allah ulug'kanda shunday ekan, "Ey cho'shqa" deydi. Sen zarlanmay oldi bilan keyningda bir qarab baq desa, "Ay Bakram Tursun dunyoviy o'r quruldi" degan Umar Qanot chiqib Suriyaga odam saqan hammamiz tugan xud. Cho'shqa ya Alloh, Xudoga shukr. Kirib ketar ekan. Bo'pti, qarindoshlar, unda bo'lsa Xudoyimga omonat amsa. Salomat bo'linglar, ha. Taqib qo'yinglar, qapolmaymish naq maydonimni. Heliqi bizlarga atib qo'yganlar.